Raqib Hamidov bizning bir necha topqir respublikaning bosh vaziri, aning abisi, dadisi bor, bu aning plemianniki, Kapchonlik который. Bilasizmi Kapchonlikni? Aning shusha nasldan, shusha qon. Ikkinchisi endi Zay yigiti bizning Salohov Radik. Ul endi Zayning so'nggi yillardagi batiri, u shulay 93-yilda tug'an sport ustasi, Tatariston chempioni, Rossiya chempioni. Ham ko'ramiz endi tag'in bir shamindan qaysisi bu yilgi chempion bo'lib qoladi. Qo'shadiq jiddan. Yigitlar, formani tartibga keltirganlar. Radik, yigitlar formani tartibga keltirganlar. Mana sendagi Shohjahon Hamzaning absolyut botirlari kurashi o'zgan yilga qarab qolib, qaysisi yengar. Bunday bo'lgan qaror qilib qo'yay. Mana ularning trenerlari bravo. Terima kasih. Allah berkati.